uyda kelingmi, ming'ir-sing'irlardan charchab ketgan paytlaringiz shundoq mashinaga o'tirib, eshikni yopib olsangiz, jim ketasiz. Mercedes-Benz EQS 450 Plus haqiqiy S-Class mashina. Katta motorlilarni haydab, ovozdan charchagan bo'lsangiz, zavodlaringizni shovqinidan charchab, uyga xotirjam yetib olmoqchi bo'lsangiz, aynan mashina sizga bo'lsa kerak. 770 zapas xodli deyiladi. Mayli 650 yur bersa ham, EQS bu orqa balonlarigacha qayriladi. Bitta joyini aytib o'tib ketdik. Mana shu kreloni bir qismiga kraska teggan joy bor ekan. Bo'ldi. 29 ming probeg. Qarang, salon holati ham, kuzov holati ham tiniq bo'lib turibdi. Orqada planshetlarigacha bor. Buyurmester akustika sistema. Даже orqada o'tirgan odam ham qarang qanchalik keng o'tiradi. S-Classda bu. Mana ko'rasiz, zinalarni ko'rib keladi. Даже podgalonilarni o'zini elektronik tushirib chiqarsa bo'ladi. Mana qarang, obshivkada Alcantarodan tashqari, ko'jalardan tashqari mana bu Mercedes logochalarini mana shu plasmas qismlariga ekib tashalgan. Hamma joyi Mercedes logolar. Qarang, bezramishli oynalar, voydon. Ishoni g'ashi yumshoq, вообще komfort mashina. Rullarini sensorliligini aytaymi. Salonini dizaynini chiroyliligini aytaymi. Nimasini aytsam aka? Atalo Alcantara. Head-up displeyni mana kattaligini ko'rsataman. Mana qo'limni qo'ydim. To'g'ri olyapman. Mana shundoq head-up displeyi bor ekan. Ya'ni mana shu laboy o'zida hamma narsani ko'rib ketsangiz bo'ladi. Mana bu obshivkani bu yoqda kolonkadan tashqari oyna tomonga qaragan joyda ham, qarang, ichkarida ham kolonkasi bor ekan. Gap yo'q, cherestin ko'radi hozir. Bunaqa mashinalarni kuzovini ideal qirilmasdan turish uchun обязательно yengilligida nar plonkasidan polli kuzov bron qilib qo'ying, iloji bo'lsa, tirlanmaydi, qirilmaydi, uni ustiga mo'yka ham kam qilasiz. O'zi suv ushab qolmaydi, changi ham unaqa ushab qolmaydi. 2 barobar mo'yka qilish umri uzayadi nar plonkasida. Srochniga 65 mingga, ayo 55 mingga kontrollik bosib yuborsangiz bo'ladi. Qop-qora 2022 29 ming probegi bosib yuboring. S-Class bu.